ikkita kalit ham mana shu mashinaniki, bittasi zavod bo'ladi, bittasida bo'lmaydi. Negaki buni ichida chipi bor. Mana chizuvni ichida mana bu kirib ketgan chipi bor. Buni yosh bolalari otib o'ynab yurar ekan, oxiri o'sha chip kuygan. Kecha vizitga bordi, zavod bo'lmadi mashina. Soatni oldida qizil indikator yonib qolgan. Mashina holat bo'lmasligi uchun izi bo'lsa, значит chipi bor. Bu kalitda juda ehtiyot qilasiz. Mana o'sha Samarqanddan boshqa ikkinchi zapas kalitlarni olib keltirdilar. Bittada zavod bo'ladi. Mana shu buraveradi, lekin zavod bo'lmaydi. Mana Mamanda o'sha zavod bo'lmaydi. Bu nimaki? Immobilizer bor, Mamadda admotkasi bor. Mana plasmasi ichida admotka bor. Bu chip bilan ikkalo bir-biri aloqaga chiqadi. Aloqaga chiqqandan keyin bir-biriga kodi to'g'ri kelgandan keyin mashinani zavod qilishga ruxsat beradi, bo'lmasa qilmaydi. Sizlarga eslatmayki, mana shunaqa kaltlarni juda ehtiyot qilinglar. Yoki bu kalitni bitta varianti yasab ichiga qo'yib yuborib, yasalgan kaltni bemalol zavod qilib yursanglar. Kimga shunaqa xizmat, Max Kerga murojaat, joningiz sog' bo'lsin.